Omadjon, xudo xohlasa ichkariga kiramiz, hal qilib yuboramiz. Ana Odil ham kelib qoldi o'zi. Odil kelyapsan? Yurish ketdi, ichkariga kiraylik, hal qilamiz. To'xta, Ziyo qani? O'zi yo'q-ku. Ziyolning Toshkentga ishlari bilan ketib qoldi. Hamkorlar sira chaqirib qoldi. Omadjon, bugun pulni yer tagidan o'sam topib qo'yish. Ziyolning topshirig'i bu. Bo'lmasa, uying tagiga yotib olaman. Tushundingmi? Xo'p, Odil bugun hal qilamiz. Nomida Odil gapini eshitding. Bugun pulni hal qilmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa uyimga kelib yotib oladi. Mahalla ko'yda oldi sharmanda qilib. Jo'lat tomoshni pulni bugun hal qilamiz yurdi. Kelinglar, nima xizmat? Boshliq xonasidami? Hozir 1 minut turib turing. Xo'jayin sizni 3 kishi so'rab kelib kelisharsinmi? Kelisholsin. Kiraveringlar. Assalomu alaykum, Umidjon. Alaykum assalom Inomjon. Keling do'stim. Xizmat bilan kelyaptimi oldingi yoshni? Yaxshi-da do'st. O'tiringlar bu. Nima xizmat do'st? Do'stim, yaqin oshnam bo'ladi. Yaqinda to'y qiluvdi. Ichi qarz bo'lib qolgan ekan. Haqdorlar eshigini tagiga kelib har kuni pul so'rayapti ekan. Ashunga hal qilib yuboraylik deb oldinga keluvdim oshna. Yaxshi Inomjon, yordam beramizda. Qadrdon akamiz bo'lardi Erkin aka. Shu insonga rosa o'xshaysiz ekanda, uyingiz Ulug'bek ko'chada emasmi? Ha, aka Ulug'bek ko'chadanmi? Shu Erkin akaning o'g'li bo'laman. Dadam o'tib ketganiga 1 yil bo'ldi. Alloh rahmat qilsin. Erkin aka yaxshi inson edi. Bir paytlar birga biznes qilganmiz. Alloh yetkazdi menga sizni. Dadangiz ozgina menda haqqi bor edi. Dadangiz $10,000 haqqi.